Assalomu alaykum. Ismim Nazrulloh, Selion kompaniya asoschisiman. Hozirda men sizga cash flow tizimini tushuntiraman. Cash flow bu pul oqimi degani. Ko'plab kompaniyalarda pul oqimida muammolar bo'ladi. Agarda siz katta oborot qilishni boshlaganingizdan keyin pulni kirdi chiqisida ko'rinmaydigan proseslar bo'ladi. Biz bunaqa kompaniyalarni ko'rganmiz. Oborot katta bo'lgandan keyin foyda qilyaptimi yoki yo'qmi, o'shani bila olmaydi. Bunaqa holatda cash flow tizimi nima qiladi? Cash flow tizimi o'sha oyma-oy xarajatingizni, oyma-oy olayotgan profitingiz, ya'ni foydangizga nisbatini qo'shib ayirib chiqarib beradi programmani o'zi. Bu programma natijasida siz pul oqimingizni boshqara olasiz, muammolaringizni ko'ra olasiz. Masalan, operatsion rasxodga qancha xarajat qilyapsiz, o'zi tovaringizni tan narxi sizni rentabilnimi, mahsulotingiz, sotilayotgan mahsulotingiz foyda olib kelyaptimi, оборот bir oyda necha pul bo'lyapti, o'sha narsani to'liq ko'rsatib berib, godovoy profitingizni ham chiqarib bera oladi, foyda yoki zarardaligingizni ham ko'rsatib bera oladi. Biz bu cash flow tizimini qisqacha sizga oson ko'rinishda qildik. Ya'ni o'sha traditsion ishlab turilgan holatdagi, masalan, kimdirlar Excel'da ishlatadi, kimdirlar har xil platformalarda ishlatadi. Biz buni oson, hammaga tushunarli qilish uchun Excel ko'rinishda qildik. Hozirda biz O'zbekistonda bunaqa tizimlarni 50 tacha korxonalarga qo'yib berganmiz. Imенно ERP sistemalar bo'yicha tizimlashtirish bo'yicha ishlaymiz. Ya'ni hozirgi holatda masalan siz 10 million dollarlik oborot kompaniya bo'ladigan bo'lsangiz, sizga bu cash flow tizimi to'g'ri kelmasligi mumkin, chunki sizda prosessingizda aytaylik 50 ta 100 ta xodimingiz bo'lishi mumkin va ularni KPI ga qo'yishingiz, ularni KPI ni bajarishingiz, tovarni skladingizni boshqarishingiz yoki CRM sistema, lead generatsiya qismlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bunda bu cash flow tizimi siz uchun kichkinalik qilishi mumkin. Xo'p, kelinglar, cash flow tizimimizni ko'rsataman. Cash flow tizimda любой odam uchun настройка qilingan. Bu qismi to'liq kassir odam uchun qo'yilgan. Lekin sizga birinchi tizimni ishlatishdan oldin kassada qancha pul borligini ko'rishingiz kerak va nechta filialingiz bor. Agarda sizda men holatimda 3 ta kassa ochilgan, bu kassada наличный kassa, ya'ni siz наличный pulni borib turib счетga prihod qilmaydigan bo'lsangiz, unda siz наличный kassa ochib qo'ysangiz bo'ladi. Agarda sizda ikkita filial, masalan, menda Точка filial bilan Alfa degan filial ochib qo'yilgan. Точка filialimda 40 ming, Alfa filialimda 39.395 dollar pul bor, наличныйda 814 pulim bor. Xo'p, aytaylik, sizda bo'lishi mumkin, men bu yerda valyuta operatsiyalarini qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Agar qo'shmoqchi bo'lsangiz, muammo emas, tip valyutani qo'shib ketsangiz bo'ladi. Bu bizning holatimizda qo'shilmagan, chunki biz asosan o'sha summa bilan yoki dollar bilan ishlaganimiz uchun. Agarda sizga konvert keladigan bo'lsa, siz uni so'mga yoki dollarga prihod qilib ishlatib o'rsangiz bo'ladi. Xo'p, bu kassir holati. Kassada birinchi oyda mana Точка Alfa наличный oplata bo'ladigan kassalaringiz bor, lekin siz 11-oydan boshlab kirgizmoqchisiz. 11-oydan qilinadi. Agarda siz 1-oydan deb tasavvur qiladigan bo'lsangiz, 1-oydan boshlanadi. Men holatimda 1-oydan boshlanadi. Sizning holatingizda to'liq bu ma'lumotlarni o'chirib tashab, o'zingiz boshqatdan настройка qilib chiqsangiz bo'ladi. Uni ham sizga biz imminni oxirida o'chirib tashlagan holatda ko'rsatamiz. Xo'p, Точка holati bu nima? Mening magazinimni birinchi Точкамni qilgan to'liq cash flow. Ya'ni bu yerda operatsion деятельность, investitsioniy деятельность, finansiy деятельность hamma o'zgarishlar, ya'ni pul oqimidagi bo'lgan hamma holatlar Точка filialimda. Alfa filialim bor. Undan tashqari bu holatda ham ko'rsatilgan. наличный filialim bor. Bunda o'sha filial ko'rinishda ochilgan. Aslida bu наличныйdagi kassam, ikkalasida bo'lgan, Точка va Alfada bo'lgan kassam. Xohlasangiz siz ikkita наличный ochib qo'yib, Точка Alfa, Точка наличный, Точка Alfa qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Xo'p, сводныйda uchalasi yoki 4 ta yoki 5 ta holatdagi сводный tablitsa, ya'ni raznichalari bir-biriga nisbatan bo'lgan holatlarni ko'rsatilgan. Agarda sizda mana holatimda настройка qilingan holatlar bor, aytaylik dohod, расход va shunga o'xshagan zakupka, tamo'jna, NDS, logistika va boshqa расход turdagi расходlar bor. Agarda siz ham расход qo'shmoqchi bo'lsangiz, masalan, suv sotib olish расходini kirgizmoqchisiz, bu aytaylik administratorning расход hisoblanadi, VBT bo'ladi, ya'ni расход hisoblanadi. Agarda sizga rus tili qiyinlik qilayotgan bo'lsa, siz buni to'liq o'zgartirib chiqishingiz mumkin. Masalan, поступление so'zini to'liq o'zbek tiliga o'tkazib chiqishingiz mumkin. Biz buni xudo xolasa o'zbek tiliga ham tarjima qilib sizga beramiz. Xo'p, bu
operatsion rasxodga hisoblanadi va kommentariya qisqacha suv sotib olish degan ko'rinishdagi kommentariy yozilgan. Aytaylik, Tochka filialimizda suv sotib olmoqchi bo'ldik. Biza 11-oyda shu ish bilan shug'ullanmoqchi bo'ldik. Bundoq qilib kirgizsak. Hop, suvga necha pul ketadi? Aytaylik 500 ming, 400 dollar yoki 300 dollar pul ketdi deb tasavvur qilaylik. 300 dollar ketdi. Alfa filialimiz yoki Tochka filialimizdan chiqib ketyapti. Roznitsada yoki optovoyda belgilab ketishingiz mumkin, yoki общийda belgilab ketsak ham bo'ladi. Xo'p. Bunda rasxod yoki suv sotib olish uchun ketilgan rasxod mana to'ldiriladi. Bo'ldi. Bunda mana 11-oy bu avtomatik to'ladi o'zi. Tochka filialimizda mana rasxod, operatsion rasxod 11-oyda minus 300 dollar bo'ldi. Endi поступление klient, agar biz klientdan pul olgan bo'lsak, bu oyda ya'ni foyda keldi, magazindan, do'konga foyda keldi. Do'konga foyda keldi, masalan aytaylik 10 ming dollarda foyda keldi. Bu holatda Tochka filialimizda Tochka filialimizda поступление klienti degan tipga qo'yiladi. Mana minus 10 ming. Bunda mana ko'rsatganimdek 11-oyda 10 ming уже profitga chiqdik degan. Ya'ni operatsion rasxod hali ko'rsatilmadi, 10 ming foydada bizda deb ko'rsatilyapti. Mana bu oyda 9700 hozir kassada pul bo'lishi kerak degan изменение за месяц ko'rinib turibdi. Agarda biz hozir oylik maoshlarimizni ham qo'shadigan bo'lsak, oylik maoshlarimiz Tochka uchun sana 20 ming oylikka ketdi deylik. Общий расход. Зарплата сотрудников bo'lishi kerak, kommersiya personali. Зарплата administratsiya kommersiya personali. Bu rasxodga ketadi. Bunda Tochka filialimizda minus 20 ming, minus 10 ming zararga kirdik degan shu oyda mana ko'rsatib turibdi. Bunda oyma-oy period bo'yicha mana o'zgarishlar, kassadagi holatdagi o'zgarishlar turibdi. Oyma-oy qancha pul o'tayotgani ko'rinib turibdi. Ya'ni cash flow pul oqimida ko'rinib turibdi. Bu именно Tochka filialimiz uchun, bunaqa holatlar uchun alfa filiallarimizga ham qo'yib chiqsa bo'ladi. Agarda sizda Tochka filialdan alfa filialga, alfa filialdan Tochka filialga pullarni o'tkazmoqchi bo'lsangiz, unda holatlarda siz nima qilasiz? Masalan, Tochka filialdan 10 ming minus qilasiz. Именно Tochkadan Tochkaga o'tkazish degan rasxodni olasiz. Qo'shilmagan ekan, hozir qo'shamiz. Xo'p, kassadan kassaga o'tkazish. Pul o'tkazma. Поступление bo'ladi. Debitiye bo'ladi.
finansivoy bo'ladi. Kassadan kassaga pul o'tkazma. Avtomatik mana kassadan minus bo'ladi. Bunda qisqacha kommentariy yozib ketsangiz bo'ladi. Endi tochka filialdan o'tgan pulni alfa filialiga prihod qilib qo'yiladi. Alfa filialiga xuddi shu narsa prihod qilib qo'yiladi. O'zi asosan bunaqa narsalar ishlatilmaydi, faqat наличный оплата bilan oddiy holatda ishlatiladi. Yana bitta qo'shamiz. Bu prihod bo'lsa, kassadan kassaga pul o'tkazma. Qabul yuboruvchi, qabul qiluvchi bo'ladi. Deylik. Finansовая операция. Платежи. Платежи. Поступление. Финансовые. Xo'p, shunda bundan расход bo'lib, bundan prihod bo'ladi. Shunda tochka filialdan pul chiqib ketadi, alfa filialda bu pul o'tadi. Avtomatik o'tadi. Bu bunaqa holat. Agarda sizga наличныйdan alfa tochka filialga yoki наличный alfa filialga pul o'tadigan bo'lsa, shunaqa qilib o'tkazaverasiz. Aytaylik, mana endi svodniyda hammasini razницasi bor. Bu yerda boya aytganimizdek, suv sotib olish, bu o'xshagan rasxodlar, mana kassadan pul o'tkazmasi, yuboruvchi, qabul qiluvchi degan har bitta rasxodlar yoki finansiy yoki investitsioniy operatsiyalar отдельно tiplarga bo'linib, отдельно ko'rsatiladi. Ya'ni любой finansist kirib turib ko'rib chiqa oladi. Bu yerda mana ko'rib turganingizdan keyin o'sha har oy qancha pul bizda o'tyapti, oydan oyga qancha pul rasxod bordi ko'rib tura oladi. Svodniy analizda to'liq razницасini, prihodini to'liq bilib tura oladi. Agar minusda chiqqan bo'lsa, mana bunaqa minus ko'rinishda ko'rinadi. Agar plyusda chiqqan bo'lsa, OK ko'rinishda turadi. Mana ko'rib turganingizdek. Qolgan holatlarda mana tochka filiali yashilda ko'rinib turganlari bu prihod plyusda chiqqan hamma kompaniya. Agar minusda bo'lsa, mana bu oylarda minusda chiqqan, mana bular plyusda chiqqan. Agar наличный bo'ladigan bo'lsa, minusda chiqqan, plyusda chiqqan. Bu holatlarda mana bu наличный расходlarni endi kimdirlarda belli ishlaydigan odamlar to'liq ko'rsataveradi. Agar наличныйda masalan kassada rasxodlar ko'payib ketgan, aslida tochkadan наличныйga o'tgan bo'lsa, minus qilinadi. Bu holatda masalan siz periodlaringiz yoki qanaqadir joylarni ko'rsatmoqchi bo'lmasangiz, uni formuladan olib tashlaverasiz. Ya'ni bu narsa hisoblanmasin deb turib, olib tashlab, endi u narsani hisoblamasligingiz mumkin. Agarda sizda tovaringiz, skladingiz bo'ladigan bo'lsa, unda bu holatda siz qiyinlashib ketadi. Ya'ni Excel holatida tovarlar qiyinlashib ketadi, chunki tovarlarni sotish holatlarida prihodni именно post sistema o'rnatilishi kerak, prihod qilish uchun. Uni prihoddan sklad bo'lishi kerak. Skladingizga post sistema bu cash flow tizimini olib, hammasini bir-biriga integratsiya qilishingiz kerak. U holatda sizga to'liq ERP sistema kerak bo'ladi. U ERP sistemani ham bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Biz to'liq sizga podключ, to'liq audit qilib, tizimni joriy qilib beramiz. Xo'p, alfa magazin aytganimdek, наличный va svodniy to'liq tushuntirdim. Bu holatlarni ham to'liq o'zingizga holatingiz uchun to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Buni ham tushuntirdim. Bo'ldi, shu qisqachasi. Agar qiyinchiliklar bo'lsa, bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Biz to'liq sizga tekin konsultatsiya qilib bera olamiz.
Cash flow tizimini sizga hozir ko'rsatdim. Bu cash flow tizimini ishga tushirganingizdan keyin sizda avtomatik o'sish bo'ladi. Chunki ko'p kompaniyalarda keyingi oyga qancha xarajat bo'lishini, qancha foyda topish kerakligini bilmaydi. Ya'ni hozir kassada bor pulni bor deb tushunadi va u keyingi oyda 20 ming rasxod bo'lishi mumkin bo'lsa, hozir 30 ming kassada pul bo'lsa, bo'ldi, yetarli deb o'ylaydi. Bu tizim orqali shu muammolarni yechsangiz bo'ladi. Statistika bo'yicha 25% foydangizni oshirsangiz bo'ladi cash flow tizimidan. Tizimni ishlatishni boshlaganingizdan keyin xodimlaringizni tizimlashtirish, raqamlashtirish osonroq bo'ladi. Sizda o'zgartirishga tayyor bo'lmagan xodimlar bo'lishi mumkin. Siz xodimlaringizga ishonishingiz mumkin. Bunaqa holatlarda cash flow sizga umuman to'g'ri kelmasligi mumkin, lekin yanglishasiz. Ko'p kompaniyalarda, biz ishtirok etgan ko'p kompaniyalarda tizim bo'lmagan sababli katta xarajatlarga kirgan va keyinchalik bu xarajatlar biznes raqamlashmagani yoki tizimlashmaganligi natijasida bankrot bo'lish oqibatlariga olib kelgan. Agarda siz cash flow tizimini sodda ko'rinishda ko'rayotgan bo'lsangiz, bu juda sodda cash flow. Agarda sizga bundan ham yaxshiroq tizim kerak bo'ladigan bo'lsa, unda bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Biz $50 million gacha oborot qiladigan kompaniyalarga to'liq ERP sistemani ham qo'yib berganmiz. Unda nimalar bo'ladi? CRM sistema, kassaviy uchet, производительность, ya'ni sizda ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz, ishlab chiqarish bo'lgan jarayonlaringiz uchun ham workflow, ya'ni to'liq biznes proseslarni chizib berib, biznes konsultant, finansiy konsultant orqali to'liq tizimlashtirib va raqamlashtirib berganmiz. Undan tashqari sizda skladskiy uchet etiklik, boya aytganimdek, prihod rasxodlaringizni boshqarishingiz, post sistemalar bo'lishi mumkin, nechtadir filiallaringiz bo'lishi mumkin, klientlaringizni bazasini to'plamoqchi bo'lishingiz mumkin, SMMlaringizni bitta joyga jamlamoqchi bo'lishingiz mumkin. Buni holatda biz sizga Odoo ERP sistemasini taklif qilamiz va O'zbekiston bo'yicha biz Odoo ERP sistemasini aksiyanli partnerimiz. Agarda sizda oborotingiz katta va cash flow tizimi siz uchun juda sodda bo'ladi bo'lsa, unda siz Odooni taklif qilaman. Agarda sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Biz sizga teknik konsultatsiya bera olamiz.